Menimcha mana bu vaziyatda juda ko'pchilik xavotir olgan bo'lsa kerak. Bilasiz, musht tekkanda odam qanchalik o'zini yo'qotadi. Bu yerda tizza tegib turibdi. Bo'lib ham 2 metrli Donnarummaning tizzalari, hattoki Donnarummaning o'zi ham qo'rqib ketdi. Mana bu kadrlarda ko'rishingiz mumkin. Va do'stlar, Pep Guardiola tezkorlik bilan reaksiya ko'rsatdi. Orif olgan videoda aniq ko'rilgan Abduqodir yana o'ynashni istagan. Bilasiz, bu paytda og'riq unchalik sezilmaydi. Shok holatida asta-sekin vaqt o'tgani bilan keyinchalik nima bo'lganini va qanday o'sha tanasi, ayniqsa uning yuz aralash boshiga mana shunday tizza tekkandan keyin almashtirildi. Menimcha bu to'g'ri qaror. Abduqodirning mana bu reaksiyasidan ko'rishingiz mumkin. U yana o'ynamoqchi bo'ldi. Pep Guardiola unga tinchgina zaxiraga o't deganday o'sha jestni ko'rsatgandan keyin ham ko'rdingiz, baribir tarbiyali yigit tortishmadi. Hech narsa degani yo'q murabbiyga. Shu sababli ham uni hamma yaxshi ko'radi. Murabbiy Pep Guardiola, uning murabbiylar shtabi uni juda ham hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. Shu sababdan ham u mana shunday darajaga yetib kelyapti. Do'stlar, endi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, ikkinchi taym umuman dahshatli o'tdi. Sabaslay kiritgan gol bu shunchaki fantastik jarima zarbasi. Bu yerda albatta Donnarumma ham o'sha jonli devorni o'rnatishda menimcha ikkita futbolchini qo'yib va shu paytda yo'lakcha ochilib to'p, lekin zarba dahshatli yo'llangan va biz ko'rdik, Bernardo Silva tez orada 10 daqiqa do'stlar, 10 daqiqa kerak bo'ldi Cityga. Bernardo Silva va Holland penaltidan kiritgan gol o'rtasida 10 daqiqalik 84 va 93 va hisob 1-2. Manchester City uzoq 13 o'yindan beri mag'lub etib kela olmayotgan edi Anfieldda Liverpoolni. Va do'stlar, APLda chempionlik poygasi, shu jumladan Yevrozona, ya'ni Yevrokuboklarda ishtirok etish uchun poyga avjida. Liverpool ancha tushib ketdi hozir, o'sha hattoki Yevrokuboklar zonasiga ham yeta olmayapti. Tepada esa Arsenal va City Arsenalni quvishda davom etyapti. 6 ochkolik farq, APL shunchaki yonyapti.